Assalomu alaykum qadrdonlar, efirda Begumuz Roshidon. Bugungi temamiz Begumuz to'g'risida ham ma'lumot qiling deyishgan ekan. Asosan qanday qilib siz 1 oy 1,5 oyda eliysiz? Eliyman rostdan ham. Mana misol mana bu joyimizga ag'darib qo'yamiz. Hozir bunga 4 oy 5 oy bo'ldi. 1 oy chuvalchanga mana yangi go'ngga o'tsa, demakki u o'tish kerak. Uni keyin eliymiz. Hozir eladik. Mana bu joyda elaganman. Mana bu yerdan elaganman. Hozir 4 tonna begimiz chiqarib qo'ydik. Elakdan o'tmaganlari yoniga tashalgan, baqa tashalgan. Mana bu joyda ham yangi go'ng tashalgan. Mana bu yergacha. Bu tomonida hozir o'sha oldingi bu yoqda elaganlarimni bu yerga tashaganman. Mayog'iga yana yangi go'ng tashalgan. Endi 1 oydan keyin men narigini eliyman. U yerdan 2 tonna chiqadi. Elab uni отходi, ya'ni yemagani bilan chuvalchanlarini olamanda mana bu tashaganimga, bu kecha kuni elangan, bunga qo'shib qo'yaman. Bu tomonda yana 1 oydan keyin buni eliyman. Buni elab bunga qo'shaman. 1 oydan keyin emas, uni elab buni eliyman orqasidan. Ag'dan 2 tonna, bag'dan 2 tonna, 1,5 tonnadan chiqsam 3 tonna chiqadi. Elab bu yoqqa tashiyman. Keyin buni ichiga o'rtaga go'ng, toza go'ng tashiyman. Buni o'rniga ham yangi go'ng tashiyman. O'sha buni chuvalchanlari bu yoqqa o'tadi yangi go'ngga. Mana buniki ye bo'ladi. Buni tez 1 oyda, bunisini ham, buniki baqa tushadi, buniki baqa. O'rtaga go'ng beriladi. Bularni chuvalchanga bunga o'tadi. Keyin uni o'rniga yangi go'ng tashaladi. Mana bular bunga o'tgandan keyin 1 oydan keyin men bularni eliyman. Bularni elab olganimdan keyin o'rtasiga yangi go'ng tashiyman. Undan keyin 1 oydan keyin mana bu hozir go'ng tashalgan. Mana bu go'ng tashalgan. Narigi chekka bular tayyor bo'ladi, o'sha 4 oy bo'ladi. 4 oy. Men boshqa go'ng bermayman bunga. Tayyor bo'lib, mana yangiga o'tadi. Keyin bularni eliyman. O'sha elaganimni qayergadir to'playman. Bo'shagan joyga yangi go'ng tashiyman. Mana bu yerga yangi go'ng tashagan bo'lsam, buni elab olsam, chuvalchan o'tgandan keyin. Bu yerga yangi go'ng tashiyman. Bularniki o'tgandan keyin bu yerda eliyman. Bu yer bo'shaydi. 3 ta joy bo'shaydi. Yangi go'ng bilan to'ldiraman. Mana shunaqa qilib men og'aylar har oy begimiz eliyman. Bitta to'plab ustiga berib haligi 6 oyda bir qilib chiqarish bo'ladi-yu, lekin uni keyin quritish uchun ham ancha vaqt ketadi. Undan tezda olib, shu yengil salafan qopga qoplayman, shu qoplab qo'yaman. Mana hozir ham zapasda hozir 4 tonna, 5 tonna hozir bor. Odamlar kelib 500 kilo, 300 kilo, 200 kilo gul-pul bir narsalarga ham yo'q olishyapti. Demak, hech qayerda yo'q begimiz, faqat menda bor. Biladi odamlar, kelib oladi. Suv mana shu fontanlar qilingan, ag'da kranlari bor. Shu me'yorida ag'da termodatchik qo'yilgan, 5 minut sepadi. Hozir yarim soatga qo'yilgan. Yarim soat dam oladi. Yarim soatdan keyin yana sepadi. Ustiga sholi poxol yopaman. Hozir sholi poxol yo'q ekan, zakaz qilib qo'ydim. To'g'ri olib kelib beramiz deyishdi. Qirg'izistondan kelish kerak bu narsa. Sholi poxol chirimaydi. Shuncha uzoq turadi. Mana sholi poxol. Agar buni o'rnida somon bo'lsa, somon press olib kelib yopsangiz, somon loyiga yopishgandan keyin pastda nam bo'lgandan keyin chiriydi, chuvalchang juda maza qilib yeydi somonni. Bitta yopgan somoningiz 1 oyda tugaydi chirib. Yeb qo'yadi uni. O'shaning uchun sholi poxol tashiyman. Keyin mana ustidan chiqqan o'tlarni yulib tomiri bilan yulib, shularni ham ustiga tashab qo'yamiz. Demak, shu yerda ustiga salqin qilib turaveradi. Keyin poxolni olgandan keyin aralashtiriladi bir.
aralashtirilganda o'sha o'tlarni ham aralashtirib qo'ysangiz bu fosfor bo'ladi. Mana shunaqa gaplar og'aynilar. Elagim o'sha 2 metrlik setka o'zim yasaganman uni. Bitta tempda ishlab turadi. Endi mana hozir shunaqalar bilan shug'ullanib yuribmiz. Xudo xohlasa buni setkasi bor tepaga. Setkasini tortamiz, endi havolar isib qoldi. Yana biron savollar bo'lsa beraverasizlar. Po'chaq xolodilnikda sortirovkadan chiqqan piyoz, so'zi ular musorga tashiydi. Shunaqalarni olib kelib tashlaversangiz maza qilib yeyishadi ularni ham. Bu chirigan narsa borki, hammasini yeydi. Chirigan narsa yeydi. Karton ham qishda misol namini sal qochirish uchun karton ham tashlaveramiz. Tuxumni fleykalari, karton qog'ozlarni maydalab aralashtirib tashlaymiz. Namini karton oladi, jalingda shilta bo'lib muzlab qolmaydigan bo'ladi. Mana shunaqa ishlar qo'yinglar. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, boshqalar ham ko'rsin. Paka.